14-trek. Tuyalar ham yerga cho'kib, ozgina dam olganday bo'ldilar. Kun tikdan og'ib, g'arb tomonga yonboshlay boshlaganda karvon qo'zg'aldi. Agar shunday qulay havo bo'lib tursa, safarchilar 2 hafta orasida ko'zlagan manzillariga yetib oladilar. Kun muhit sari og'a boshlasa, o'z qadamini tezlashtiradi. Quyosh sekin-sekin ulkan bir kulchaga aylanib bordi va bu kulcha tezda yer kurrasi ortiga cho'kib ketdi. Atrofni qorong'ilik bosa boshladi. Sahro usti oz fursatda zim-ziyo qora chodir bilan qoplandi. Osmonda milt etgan yulduz ko'rinmaydi. Hamma yoq tim qora. Xuddi yer bilan osmon qo'shilib ketgandek. Vaqt yarim kechaga yaqinlashdi. Karvon bir saksovulzor yaqinida to'xtadi. Tuyalar yerga bag'rilarini berib mudraydilar. 3 hamroh tuyalar biqinida solingan kigizlarga yonboshlaganlar. Shu payt sekin esayotgan shamol kuchaya borib, qattiq bo'ronga aylanib ketdi. Bu qora qum samumi sahrodagi yolg'iz yo'lchilar uchun bundan og'ir bebaxtlik bo'lmaydi. Shamol zo'ridan qumtepalar yugura boshladilar. Yo'lchilar o'rinlaridan turdilar. Ular tuyalarni ham turg'izdilar. Agar kishilar harakatda bo'lmasa, ularni darhol ko'mib tashlaydi. Karvon yo'lga otlandi. Atrofda hech narsa ko'rinmaydi. Mo'ljal butunlay yo'q. Al-Masihiy kunduzi issiq tobidan ancha bo'shashib qolgan edi. Uning yuragi qattiq sanchar, o'zi behol, tanasini sovuq ter bosib ketgan. Shayx Abu Ali hamrohini kechqurun biroz muolaja qilmoq niyati bor edi. Ammo tungi samum ularni gangitib qo'ydi. Bemor Al-Masihiy kajaba ustida zo'rg'a o'ltirar, shamol kajabani irg'itib tashlagudek tebratar edi. Yo'lchilar yo'ldan atashdilar. Ming azob uqubat bilan hamrohlar tunni harakatda o'tkazdilar. Nihoyat tong yorishganday bo'la boshladi. Samum sekin asta bosildi. Quyosh chiqdi. Adashgan, tuni bilan tentirab chiqib toliqqan 3 hamroh qoraqumning qoq o'rtasida qay tomonga borishini bilmay sarson edi. Al-Masihiyning holi yomon edi. U hamrohlarni to'xtatmoqqa taklif qildi. Uchovlari bir saksovulzor ichida to'xtadilar. Kun tikkaga kelgan, havo g'oyat qizigan payt. Hamrohlar Al-Masihiyni saksovulning chala soyasiga yotqizdilar. Bemor goho behush, goho hushiga kelar, ko'zi yumuq edi. Shayx Abu Ali uning lablariga suv tomizdi. Bemor hatto shu suv qatralarini yuta ham olmas. Uning yopiq lablaridan suv chetga oqar edi. Shu holda bechora Al-Masihiy hamrohlari bilan vedolashib, abadiylik dunyosiga o'tdi. Shayx Abu Ali va yo'lboshlovchi marhumni shu yerda qum ostiga ko'mdilar. Shayx Fotiha o'qidi. Biroz vaqt o'tgach, qolgan 2 safarchi yo'lga ravona bo'lishdi. Boshqa kunlar tinch o'tdi. Go'yo sahro samumi Al-Masihiyning jonini olmoq uchun qo'zg'algan ekan. Yo'ldan adashgan kichik karvon Jurjon qolib ketib, uning teskari tomonidagi Niso shahridan chiqdi. Shayx Abu Ali bu yerda yo'lboshlovchining xizmat haqini to'lab, uni rizo qilib, Xorazmga qaytardi. Nisoda biroz vaqt yashagach, bu yerda unchalik ishi yurishmagan tabib Nisodan Obivardga, undan Tusga, undan Shiqqon, Samanqon, Jojurum degan joylarga ko'chib o'tdi. Ammo bu yerlarda u o'ylagandek tinchlik topilmadi. Muqim yashay olmadi. Shayx nihoyat orzu qilgan manzil Jurjonga yetib keldi. U Jurjon podshohi Amir Qobus xizmatida bo'lmoqni niyat qilgan edi. Ammo u kelgan vaqtdan sal ilgari Jurjonda isyon bo'lib, Qobus isyonchilar tomonidan bir qal'aga qamab qo'yilgan ekan. O'sha qal'ada Amir dunyodan o'tdi. Tabib Dehstonga ketdi. Hammada ham issiq jon. Tabib ham shular qatori. Dehstonda Shayx Abu Ali qattiq kasal bo'lib qoldi. Begona shahar, hech bir yaqin odam yo'q. Ulug' olim g'ariblik, yolg'izlik alamini shunda ayniqsa chekdi. Ahvoli tuzuk bo'lgach, shayx yana Jurjonga qaytdi. Yo shahri Azimda bo'l,
yo ko'hi balandda, yo katta shaharda, yo baland tog' ustida yashagan deganlar. Birbadarlik, g'ariblik bu ulug' insonning ham ko'ngliga rahna solgan edi. Men ulug' bo'lganimda keng shahar ham sig'dira olmay qoldi. Qimmatim oshganda xaridorsiz qoldim deb ta'assuf va g'amginlik bilan ko'nglidan kechirar edi ulug' tabib. Ammo hayot hamisha ham beshafqat bo'la bermaydi. Oyning 15i qorong'u bo'lsa, 15i oydindir. Shayx Abu Ali uchun ham oydin kechalar va yorug' kunlar keladi. Uning uchun ana shunday kun va tun xotirjam ilm bilan shug'ullanmoq, bemorlarning dardiga davo qilmoq, mazlumlarning boshini silamoq, shogirdlariga ilm o'rgatmoq, insoniyatga xolis xizmat qilmoq uchun kerak. Olim va tabibning ko'nglida shu oliy maqsadlardan bo'lak intilish yo'q. Shayx Abu Ali Jurjonda bir oz muqim yashadi. Bu yerda unga Abu Ubayd al-Juzjoniy kelib qo'shildi. Ilm tashnasi Abu Ubayd ulug' tabib va muttafakkir Shayx Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sinoning olimlik va fozillik shuhratini eshitib, unda dars olmoqni orzu qilar edi. Olimning Jurjonda ekanini eshitib, Abu Ubayd bu shaharga yetib keldi va olimga shogird va sadoqatli do'st bo'lish sharafiga erishdi. Keyinchalik Abu Ubayd Juzjoniy ulug' tabib bilan hamisha hamdam va hamnafas bo'ldi. Ularning do'stligi va hamdamligi 25 yil to shayxning vafotiga qadar davom etdi. Shayx Abu Alining tarjimai holini Abu Ubayd ustozining o'z tilidan yozib olgan. Ustozning vafotidan so'ng Abu Ubayd Juzjoniy bu tarjimai holni u Jurjonga kelish bilan tugallangan edi. O'z ko'zi bilan ko'rgan va bilgan shayx hayotiga oid dalillarni kiritib to'ldirgan. Ulug' tabib va muttafakkir Abu al-Husayn ibn Abdullohning butun hayot yo'li bilan izchil tanishmog'imiz, uning yozgan asarlari to'g'risidagi tasavvurimiz ustozning ana shu sadoqatli shogirdi Abu Ubayd Juzjoniy yaratib qoldirgan tarjimai hol tufaylidir. Shuning uchun har ikkala ulug' zotning nomi hamisha birgalikda tilga olinib keladi. Jurjon, Jabal, Ray. Zarringiz va uning dugonalari. Zarringisning ma'nosi oltin soch demakdir. Bu tillorang sochli qiz Jurjonning marhum hukmdori Qobus ibn Bushmagirning qizi. Hozirgi podshoh Manuchehrinning singlisi. U Qobusning boshida yaraqlagan yulduzi, faxru iftixori, sevikli farzandi edi. Shoir tabiat podshoh Qobusning qahri qattiq, hukmlari keskin bo'lgan. Uning zulmidan el ingrar edi. Agar bu podshohning tabiatida biror daraja yumshoqlik urug'i bo'lsa, ana shu qizini ko'rganda o'sha urug' ko'karar edi. Bunday paytda qiziga bo'lgan muhabbati podshoh ko'nglidagi zulm chaqinlarini o'chirar, shoirona ruhini harakatga keltirardi. Ehtimol shu go'zal o'zi sezmagan holda necha mazlumlarga chiqarilishi mumkin bo'lgan o'lim farmoyishlarini to'xtatib qolgandir. Zarringiz 19 yoshda. Uning vujudi g'azallardagi mahbubalar tasviriga monand. Sarg'ish zulfi ostida saf tortgan qiyg'os qoshlar, suzilgan nigoh bilan boquvchi shahlo ko'zlar, xanjardek saf tortgan qora mujgonlar aqlni vayron qiladilar. Laldek qip-qizil g'uncha lablari ortida gavhar tishlari qatori berkingan. Tabassum paytida ular o'g'rincha mo'ralaydilar. Zarringizning qomati sarv niholini eslatadi. U sho'x silkinib qadam tashlasa, xiromiga mahliyo bo'lib, biror jon undan ko'z uza olmaydi. Qizning butun borlig'i ko'ngillarni maftun etuvchi husnkor go'zallik bilan cho'lg'ongan. Shayx Abu Ali Jurjondagi ilm va olimlarning do'sti va muxlisi Abu Muhammad ash-Sheroziy sovg'a qilgan hovlida yashaydi. Abu Alining hovlisi
Abu Muhammadning hovlisiga yonma-yon. Bu paytda Jurjonda bemorlar juda ko'payib ketgan edi. Tabib har kuni ertalab bemorlarni ko'rib, ularga dori-darmonlar tayinlaydi. Shayx Abu Ali ko'rgan bemorlarning ko'pi shifo topib, sog'ayib ketadilar. Shu tufayli Jurjonda ham boshqa shaharlardagi kabi mohir tabibning shuhrati tez yoyildi. Toza havo bo'g'iq muhitni musaffo qilganidek, mo'jizakor tabibning shifo baxsh davolari shahardan bemorlik dudlarini haydab yuborar edi. Jurjonning hozirgi podshohi Manuchehirning singlisi Malika Zarringisning eng yaqin bir dugonasi bor edi. Ular bir-birlaridan sira ajralmas, bir-birlari bilan sirdosh va juda ittifoq edilar. Malikaning dugonasi bir kuni o'zini notob his qildi. Uning o'qtin yuragi sanchar, ranglari oqarib, nafas olishi og'irlashib qolar edi. Zarringiz o'rtog'iga mashhur tabib Shayx Abu Aliga ko'rinmoqni maslahat berdi. Yoz. Shahar ertalab hali kunduzgi issiq boshlanmasdan burun kun tadorikini ko'rmoqqa tushgan. Do'konlar ochiq, odatdagidek Shayx Abu Ali hovlisining oldida bemorlar qator. Tabib bemorlarni birma-bir ko'radi. Abu Ubayd Juzjoniy tabibning aytganlarini yozib boradi. Dori qog'ozlarini ham u yozib beradi. Shu payt saroydan kelgan xabarchi tabibni Malika Zarringiz yo'qlayotgani to'g'risida xabar keltirdi. Tabib bemorlarni ko'rishni tugallagach, Juzjoniy bilan birga saroy sari yo'l oldi. Malikaning shohona naqshlar bilan bezalgan xonasi, devorlarda zarrin bezaklar, xona sathiga guldor gilamlar to'shalgan. Tabib va uning shogirdi xonaga kirib kelganlarida bu yerda Zarringiz va uning bemor dugonasidan bo'lak hech kim yo'q edi. Abu Ali va Abu Ubayd salom berishdi. Qizlar ularga odob bilan alik qaytardilar. Tabib bemor yaqiniga keldi va uning yoniga cho'kib, bemorning qo'lini ushladi va tomir tepishni tinglay boshladi. Shogirdi zarur narsalarni tayyorlab turdi. Ozgina davom etgan tadbirlar vaqti to'rttala ko'ngilda ham xilma-xil hayajonli tuyg'ularni uyg'otgan fursat bo'ldi. 32-33 yoshlardagi tabib Shayx Abu Ali o'zining yigitlik sho'ri, insoniy go'zalligi, aql, farosati, odobdagi kamolati bilan har bir ayol ko'ngliga g'ulg'ula solgudik edi. 19 yashar Malika Zarringizning oftob jamoli, olovli, jilvakor nigohlari esa har qanday sipok ko'ngilni ham xashak singari kuydirib yuboradi. Abu Ali Zarringizning maftunkor go'zalligini unga ko'zi tushgan zahotiyoq bor vujudi bilan his etdi va chin yuragidan uning asiri bo'lib bosh egdi. Qiz ham tabibga qanday ta'sir ko'rsatganini darhol fahmladi va bundan mamnun edi. Abu Ubayd esa Malikaning dugonasiga boqar ekan, uning latofatiga mahliyo bo'ldi. Qizning tim qora qosh va kipriklari, qora rayhon kabi sochlariga uyg'un, oq chehrasi ustidagi bir qora nuqtadek xol esa marvarid tishlar ko'ringanida tikilib olishni mo'ljallagan o'g'ridek lal lablar yonida joylashgan. Bemorning ahvoli og'ir emas. Inshaalloh tezda sog'ayib ketadilar, dedi tabib Shayx Abu Ali. Bemorni yaxshilab qarab chiqqandan so'ng u Zarringizga qarab beriladigan dorilarni aytdi. Abu Ubayd bu aytilganlarni komil diqqat bilan qog'ozga yozdi. Aytilgan dorilarni o'z xaltasidan olib, birma-bir ajratdi va Malika hozirgina chaqirgan xizmatchi ayolga uzatdi. Janob tabibdan iltimosdirki, to notoblik barham topgungacha kelib boxabar bo'lib tursalar, dedi Zarringiz. Benihoya mamnuniyat bilan, dedi Abu Ali Malikaga qarab. Aytganlaringiz lozimidan ortiq darajada ado etilajak. Zarringiz Abu Aliga qarab yoqimli jilmaydi. Bemor qizning go'zal chehrasida ham tabassum paydo bo'ldi. U
Abu Ubayd Juzjoniga ham tabassum qildi. Tabib va uning shogirdi xayrlashib xonadan chiqdilar. Ular ikkovlari ham bir so'z demay jim ketar edilar. Shayx Abu Alining ko'z o'ngida Zarringisning porloq siymosi aks etar edi. Abu Ubayd Juzjoni esa malikaning dugonasiga ko'ngil berib mahliyo bo'lgandi. Har ikkala g'oyat nozik fikrli va serandisha odam bir-birining ko'nglida nima bo'layotganini sezar edilar. Ammo bu to'g'rida ular bir-biriga ham boshqa hech kimga hech qachon bir so'z demayajaklar. Tabib va shogirdi ertasi kuni ham saroyga kelib bemordan xabar oldilar. Qizning notobligi hech qanday jiddiy bemorlikka o'xshamas. U odatda har kimda ham yuz beradigan umumiy behollik edi. Bir tabib bu holatni tamomila barham etguncha muolaja qildi. To'rttala qalbning bir-biriga bo'lgan jozibasi ham kundalik qatnovni taqozo qilar edi. Zarringiz sari otlanish fikrining o'zi Abu Ali qalbida bir shodlik uyg'otar. U ana shu fursatni betoqatlik bilan kutar edi. Abu Ubayd ham o'sha dargoh sari oshiqar, muolaja paytida esa g'oyat katta diqqat e'tibor, g'amxo'rlik ko'rgazardi. Qizlar esa tabib va shogirdining ko'nglida nelar kechayotganini allaqachon sezgan, shu sababdan bu ishtiyoqni avj oldirmoq uchun o'zlarining bor husnkorliklarini ishga solar edilar. Zarringizga mashhur tabib Shayx Abu Alining unga nisbatan his tuyg'ulari yoqib tushar edi. Ayyor qiz imkon boricha bu tuyg'ularni sevgi yo'liga yo'llamoqqa harakat qilar edi. Shuning uchun u har safar tabibning kelishiga yangi xil libos va bezaklarda beqiyos chiroyga yangicha jilolar berib namoyon bo'lar, olimning ko'ngliga yaqin bo'lgan ilmiy mavzularda suhbat qurur edi. Har uchrashganda bu yosh, fitnakor Abu Ali ko'nglidagi g'ulg'ula oshib borayotganini sezar va o'z muvaffaqiyatidan mamnun bo'lib, borgan sari faol va hujumkorlik bilan ish tutar edi. Abu Ali Zarringizning latofati, go'zalligiga dil bog'ladi. Uning yorqin siymosini hamisha ko'z o'ngida tutdi. Ammo oqil va fozil olim o'zining butun iroda quvvatini safarbar qilib, bu dil bog'lanishning yechilmas ishq tuguniga aylanib ketmasligiga harakat qildi. Chunki musofir, darbadar, kimsasiz tabib va podshoh Qobusning sevikli qizi. Manuchehrning singlisi o'rtasidagi sevgi ildizi baxtsizlik zamirida o'rnashgani aniq. Yana tabib malika qizning ko'nglida ne borligini bilmaydi. Uning qalbidagi tuyg'ular yoshlik o'ynoqligi, beqaror yurakning maqsadsiz talpinishlari emasmikin? Har holda Abu Ali bu go'zal va pokiza vujudga befarq emas, balki uning husnkorlik domiga juda yaqin kelgan, lekin hushyor sayd edi. Zarringizning dugonasi ham o'z notobligi chekingani sari o'ychanroq bo'lib qoldi. Chunki u tamom tuzalib ketgach, bu uchrashuvlarga chek yetadi. Unda mashhur tabibning bu ko'rkam, yulduzi issiq, odobli va kamgap shogirdi bilan qayerda va qanday qilib ko'rishmoq mumkin bo'ladi? Juzjoniyning oliyjanob siymosi, yumshoq va pokiza qalbi qizni o'ziga mahkam bog'lab olgan edi. Yigit esa uni ko'rgan zahoti mahliyo bo'lgan. Qiz buni allaqachon payqagan edi. Bemor butunlay sog'ayib ketdi. Tabib va uning shogirdi endi bu ikki go'zal huzuriga qatnamoq saodatidan mahrum bo'ldilar. Abu Ali buni yaxshilikka yo'ydi. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq. Bu uzilish Abu Ali yuragida sekin-sekin yona boshlagan o'tning ustiga suv purkaganday ta'sir ko'rsatdi. Abu Ubaydga esa aksincha, ayriliq shamoli yigit qalbida tutab yotgan olovni lovullatib, yondirib yubordi. Bechora oshiq bu olov tobida to'lg'anar, sevgilisini sog'inib yotlar, dardini pinhon saqlab toqatsizlanar edi. Bir kun ertalab
Bemorlarni ko'rish tugagach, ustoz va shogird ilmiy mashg'ulotga kirishdilar. Juzjoniy Batlimus Ptolomiyning Al-Majasti kitobini olib, uni o'qishga hozirlandi. Juzjoniy bu astronomiyaga oid asarni o'qir, ustoz uning muhim joylarini sharhlab berar, shogird esa o'sha sharhlarni alohida daftarga yozib borar edi. Juzjoniy o'qiy boshladi. So'z jo'g'rofiy uzunliklar to'g'risida borar edi. Shayx bu to'g'ridagi sharhini ayta boshladi. Turli uzunliklarni aniqlamoq uchun oyning eng yuqori ko'tarilgan o'rnini olmoq kerak. Buning uchun esa kuzatilmoqda bo'lgan joyning meridiani asos bo'ladi. Ya'ni oy ana shu o'rinda eng yuqoriga ko'tarilgan bo'lishi lozim. So'ngra uzunligi aniq bo'lgan joy uchun tuzilgan jadvallar yordamida ushbu qidirilmoqda bo'lgan joy uzunligini hisoblab topsa bo'ladi. Paypaslab topilar ekanda, Juzjoniy yoza turib hazilomuz luqma qildi. Faqat ilmiy asosda paypaslaniladi. Ko'r-ko'rona emas, dedi ustoz unga javoban. Mashg'ulot bir necha fursat davom etdi. Uni tugatishgandan so'ng shayx saroyidagi olimlar bilan uchrashmoqqa otlandi. Juzjoniy esa uyda yolg'iz qolib, yozganlarini oqqa ko'chira boshladi. Kutilmagan uchrashuv. Mashg'ulot xonasi xoli. Uning qalin devorlari tinchlikni mahkam saqlaydilar. Quyosh hovlining narigi tomoniga o'tganidan bu xona unchalik yorug' emas. Juzjoniy xontaxtani deraza qarshisiga ko'chirdi va uning yonida o'tirganicha egilib, sharhlarni ko'chirib yozmoqqa davom etdi. Shu payt xizmatchi kirib, bir bemor ayol kelganini xabar qildi. Juzjoniy o'rnidan turib, bemorlar ko'riladigan xonaga chiqdi. Xonaning kira berishida ustiga boshi orqali rido yoping'ich yopgan nozik niholdek bir ayol turar edi. Yigit xonaga kirgandan so'ng ayol yopingan ridosini ochib yuzini ko'rsatdi. Juzjoniyni titroq bosib ketdi. Uning ro'barosida malikaning dugonasi turar edi. Qizning ohu ko'zlari ayyorona tabassumni yashirmoqqa urinar, lablari sho'x kulgiga moyil, latif yonoqlari dilrabo mayillik kasb etgan, qalam qoshlari chehrasidagi xushvaqtlikni kuzatar edilar. Qizning butun vujudi uchrashuvga intiqlik so'ngidan maqsad manziliga yetmoq faraxi bilan to'la edi. Abu Ubayd tushimmi yo o'ngimmi deb xayolidan o'tkazdi. Chunki u har kecha, har kunduz shu maftunkor siymoning suratini xayolan tomosha qilar, uni tushida ko'rar, u bilan ko'rishmoq orzusida yashar, ammo bu uchrashuv nasib bo'lar deb xayol ham sura olmas edi. Qiz uy egasining o'zini yo'qotib qo'yganini sezdi. U mamnun bo'ldi. Chunki Juzjoniydagi bu esankirash qizning barcha shubhalarini yo'qqa chiqardi. Garchi qiz ayollargagina xos ziyraklik bilan yigitning o'ziga maftun ekanini bilgan bo'lsa-da, buning hozirgidek aniq isbotini ko'rmagan edi-da. Qizning o'zi bor vujudi bilan bu olim va fozil yigitga ko'ngil bergan, tabiatdan dadil va tadbirkor bo'lganidan bugungi uchrashuv yo'lini o'ylab topgan edi. U yigitga odob bilan salom berdi. Yigit qizga alik qaytardi va ichkari xonaga taklif qildi. Ular mashg'ulot xonasiga kirishdi. Abu Ubayd mehmonni ko'rpachaga o'ltirmoqqa taklif qildi. Qiz ko'rpachaning bir chekkasiga o'ltirdi. Yigit ham o'z joyiga cho'kdi. Juzjoniy xavotirlik bilan qizga boqdi va so'radi: "Notopligingiz o'tib ketmagan ekanmi? Qaytavlash belgilari sodir bo'ldimi?" Qiz sho'x tabassum bilan yigitga boqdi va dedi: "Nahotki, sizlar faqat bemorlar bilangina muloqot qilsangiz, sog'lar suhbati sizlarga to'g'ri kelmasmi? Bizning maqsadimiz hamisha hammaning sog' va salomat bo'lmog'idir", dedi Juzjoniy sal kulib. U hamon o'ziga kelmagan edi. Qiz yigitning bunday ahvolini ko'rib, tashabbusni butunisicha o'z qo'liga oldi.